Sizlar bilan har doimgidek Fundal Gaming. Biz bugun oltin ferma quramiz. Oltin ferma qurishning birinchi bo'lib quyosh tomonga qarab olasizlar. Keyin esa 22 blok obsidian qo'yib chiqasizlar. Yigirma ikki blok qo'yib bo'ldik. Endi 22 blok tepaga ko'tarib chiqamiz. Ana endi tepasini ulashtirib chiqamiz. Keyin esa pastini 2 blokdan kovlab chiqamiz. Xuddi mana shu yerdan boshlaysizlar. Mana bu yerda qum tekis joy tugab qolibdi. Shuning uchun hozir to'g'rilab qo'yamiz. Mana to'g'rilab ham oldik. Ana endi bu yerga suv qo'yib chiqamiz. Suv to'xtagan joyni pastdan bir blokka tushirib olamiz. Keyin esa yana suv to'xtab qolgan joydan bir blok pastga tushirib yana qoziymiz. Hozir qilgan ishimizni to'xtatamiz va mana shu yerda 2 blokni 9 blok pastga qilib kovlab olamiz. Mana biz kovlab ham oldik. Endi pastini biroz kengaytirishimiz kerak. Men kovlayotganda sizlar like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ana endi bu yerga sandiq bilan hopperlarni olamiz. Keyin esa bu yerga qo'yib chiqishimiz kerak. Ana endi buni ustini yarimtalik tosh bilan o'rab chiqamiz. Ana endi biroz blok oldinga yurib tepaga chiqib olamiz. Ana endi bu yerga bitta mexanizm quramiz. Uni mana shu tomondan 5 ta blok qilib olasizlar. Jam bo'lib 6 ta.
Ana endi observerlarni qo'yib chiqamiz. Bu tomonga 3 ta bo'lishi kerak. Yonini tosh bilan o'rab chiqamiz. Ana endi 2 blok tepaga ko'taramiz. Ana endi bu yerga trapdorlarni qo'yib chiqamiz. Ustini esa tosh bilan o'rab chiqamiz. Keyin esa bu yerga dispenser va bu yerga ham dispenser qo'yasizlar. Keyin buni yoniga shunday bloklarni qo'yib chiqamiz. Ana endi redstone olamiz. Redstone bilan buni pastga tushirib olamiz. Va bu yerga bunday tugmani qo'yamiz. Agar lever qo'ysangiz bu ferma ishlamay qolishi mumkin. Ana endi buni ichiga lava qo'yamiz. Lava bilan suv olasizlar. Menda suv bor, hozir lava olamiz. Buni ichiga lava qo'yamiz. Buni ichiga esa suv. Suvni olib chiqayotganda bu yerni yoqib qo'yamiz. Hozir nimagadir ferma o'xshamay qoldi. Hozir boshqa tuzatamiz. Negadir redstone ishlamayapti. Hozir. Mana endi ishladi. Shunda hozir portal yonishi kerak. Suv boshqa yerga oqib ketyapti. Shuning uchun qordan qo'yamiz. Bo'ldi. Fermamiz tugadi. Hozir portal yonadi. Portal yonguncha shunday bo'lsa, nega ferma ishlamayapti? To'g'riladik. Ana endi hozir ko'rasizlar. Hozir ishlash kerak. Ana. Bu yerdagi zombi piglinlar kelib biz qurgan xonaga tushadi. Keyin esa biz ularni qilich bilan o'ldirishimiz kerak. Sizlarda agar looting 3 degan kitob bilan sehrlangan qilich bo'lsa, o'sha bilan ursalaring piglinlardan kamida 3 ta yoki 4 tadan oltin tushishi mumkin. Bu bilan siz soatiga 7 ta yoki 6 tadan ko'p oltin topsangiz bo'ladi. Bizning videomiz tugadi. Videoga like bosib obuna bo'lib qo'ying.